Men Xovos tumani axborot kutubxona markazi xodimi Mo'minova Nigina. Bugun biz huzur izlagan yigit ertagini o'qiymiz. Bir zamonlarda juda dangasa yigit bo'lgan ekan. U kun bo'yi biror tayinli ish qilmas, doim hamma narsadan norozi bo'lib yurar ekan. Boshqa odamlarning hayotdan mamnun, huzur halovatda xursand holda yashashlarini ko'rib, buning sababini bilmoqchi bo'libdi. Shu maqsadda u uydan chiqib ancha yo'l yuribdi. Yo'lda uchragan odamlardan savoliga javob izlabdi. Biroq ularning hech biri unga huzur halovatga qanday erishish mumkinligini tushuntirib bera olmabdi. Yigit yura-yura holdan toyib bir tog'ning etagiga kelib qolibdi. Qarasa, o'sha yerda bir dehqon chopayotgan ekan. "Bobojon, bilmaysizmi, huzur halovatni nimadan topsa bo'ladi?" so'rabdi yigit. "Bilaman", javob beribdi qariya ishdan to'xtamay. "Lekin men sen bilan gaplashib tursam ishim qolib ketadi. Unda men sizning o'rningizga ishlab turaman. Siz esa menga gapirib berasiz." "Mayli", debdi dehqon. Yigit belkurakni olib ishga kirishibdi. Quyosh uning badanini qizdirib, ter oqa boshlabdi. Ammo ishlamasa huzur halovatni nimadan topish mumkinligini bilmay qolayotgandan xavfsirab, bor kuchi bilan astoydil mehnat qilibdi. Dehqon esa soyada o'tirib uning ishlashini kuzatibdi. Oradan 1-2 soat o'tgach qariya yigitni chaqiribdi. "Hoy yigit, charchagan bo'lsang kerak. Kel endi, biroz dam ol." Yigit belkurakni tashlab, "Ana endi huzurlanish nimaligini bilib olaman. Muncha mehnat qilib, shuncha mehnatdan so'ng qariya bu savoliga albatta javob beradi" deb o'ylabdi. Va daraxt soyasiga qariyaning oldiga dam olishga o'tiribdi. Qariya unga suv uzatibdi. Chanqab turgan yigit suvni mazza qilib ichib olibdi va "Oh, qanday yaxshi. Mazza qilib huzurlanib ichdim", debdi. "To'g'ri. Mana shu sen izlayotgan haqiqiy huzur bo'ladi. Agar sen chinakamiga ter to'kib ishlasang, huzur halovatni o'zi seni topadi", debdi qariya. Yigit izlagan savoliga javob topganligidan mamnun bo'libdi va qariyaga minnatdorchilik bildirib, kechgacha unga ko'maklashibdi. Uyga qaytgach ham dangasalik odatini tashlab, doim mehnat qilib, uning orqasidan huzurlanib, rohat va farog'atda yashabdi.